Yaptimi? Конечно, o'syapti. Ishoning menga judayam yaxshi o'syapti bolajoningiz. Normalniy o'syapti, hech ham xavotir olmang. O'tirsam namoz o'qiyotganda qornim ham qisilib qolayotganga o'xshaydi. Ne xudo. Qiz o'ziga ham bor ekan o'zi. Qisilib qoladi. O'qimay qoldim, faqat bomdod o'qiyman rostdanamda. Qornim kesirvadan qolib ketgan-ku. O'shaning uchun qisilib bola qisilib qoladigan deb tuyulyapti. Hali bolangiz qisilmaydi lekin asolan xavotir olmang. Hali qisiladigan darajada katta emas bu. Mana zo'r o'sib yotibdi. Qanday qilib bir hafta oldin buni yurak urmayapti, 6 haftalik deyishgan bo'lishi mumkinmi? Tasavvurimga sig'mayapti. Urmayapti, yana qo'rqib ketdim, bu yana shunday bo'lib qoldi. Yana o'smay rivojlanmay qoldi deb o'ylagansizda. Shunga kun o'tishi qiyin bo'lib ketdi. Tez bir hafta o'tsa, erim borib tinchgina o'sha Rahmon opangga bular nima deydi, qo'rqib ketyapman deydi bechoralar.